Hürmetli vatandaş, leksiyelerimizi devamlaştırımız. Endeki mavzumunda. Amerika bilen Cungo Cenubi Deniz yani elişti. B-52 bombardımançı ayrıpılan talaş tartışçıda kalgan aralla üstüden uçup öttü. Mavzulu haber 10. ayının 18. gün Venvitor betidi ilan kılındı haber. Bundak başladı. Amerika Cungo soğudu uğraşıdın ki Cenubi Deniz yani Amerika bilen Cungo elişidiğen rayınga aylandı. Ötken ayının ahırda Amerika Cungo harbiy parıqları Cenubi Deniz'i xatardik yıkılışış vakası yüz bergenden keyin Amerika'nın iki tane bombardımançı ayrıplanı 10. ayının 16. günü Cenubi Deniz'de egelik hukuk talaş tartışı buluvatkan raylağa yıkıllap geldi. Del şu peytlerde Amerika Qo'shma Shtatlar Aqsaray Davlat bexatarligi maslahatchisi John Bolton Jungoga ogohlantirish berib mundaq ko'rsatdi. Amerika harbiy parxodlariga dengiz yuzida ya'ni ig'vogarchilik qiladigan bu ishning Amerika armiyasi urushga kirish paytini işiltip özünü qoğdaydı. Deniz yani Amerika armiyasiga popoza ve ig'vogarchilik qiladigan bu ishning yuz berishi de Amerika armiyasi urush kirish paytini ishiltib prinsipini degandiga o'ra kechiringlar urush kirish prinsipini ishiltib özünü qo'g'daydi. Amerika armiyasining Dekautor belgilik qo'g'lig'uchi parxoti 9. ayının 30. günü Cenubi Deniz'de qatnab ötkende Jungo tizgillab turgan Nan Shun Chao ve Chi Gua Chao qatarlıq arallağa 12 deniz mili yıqillab kel. Azatlık armiyanın Lanjo belgilik qo'g'lig'uchi parxoti 41 metrçe qistab keldi. Soqulup ketishga taslamas qaldı. Keyin Amerikanın harbiy parxoti Dekautor meydandan ciddi ayrılgan edi. Bu xabarni yani qayta tekrarlaptı ama ikinci xabarga aptı. Şoň bu tekrar bolup qaldy dep düşünmäňli vatandaşlar. Aqsaray Davlat bexatarligi maslahatchisi John Bolton Radio Obzorchi Xebetning ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatgan. Biz Amerika öpsür jangchilariga tahdid soladigan harekatlarga yo'l qo'ymaymiz. Biz ochiq dengiz qatnashini davomlashtirishga bel bog'liq. Bu albatta Jungolikla tushunishga tegishli bir ishdir. Ularning uzun bir qilayotganlik zaruriyati bo'lmagan ig'vogarchilikni deb ko'rsatgan. John Bolton Beijing'i ogohlantirish mundaq ko'rsatgan. Amerika dengiz armiyasi parxodlaridagi qo'mondan ofitserlar harbiy parxodlarni qo'g'dish kerak. Bu ofitser jangchilar jiddiy ahvolga yo'liqqanda urushga kirish prinsipini ishga solib belgilagan huquq bo'yicha harbiy parxodni qo'g'dishi kerak. Amerika armiyasi shuningdek keyin Tinch okean qo'mondonlik o'rni 17. kuni bayonot e'lon qilib yuqoriqilarga munosabat mundaq ko'rsatdi. 2 dona B-52 bombardımançı ayrıpılan 16. günü Cenubi Deniz'de territoriya talaş tartışı boluvatkan arallağı yıkıllap geldi. Amerika simliq televiziyasi CNN xabar qilib bundaq ko'rsatdi. Bayonotga asoslanganda Guamdan uçup chiqqan 2 dona B-52 belgilik bombardımançı ayrıpılan çeneqish vazifasiga qatnashdi dedi. Amerika armiyasi endi Tinch okean rayini erken elchib etilgan rayin deb ko'rsatdi. Amerika harbiy aeroplanlari belgilangan muddatda Cenubi Deniz'de uçup durdu.
Beyjan yasab algan harbiy aslahalar o'rinlashtirgan yaqin uchib kelganda intayin sezgirlişidir. Mesela Cungo yüzü yasab algan arallar hada taşlar. Keyin harbiyleştirgen arallar hada taşlarga yaqinlab kelganda Cungoliklar intayin sezgirlişidir. Ciddiyleşidir. 16. günü B-52 belgilek bombardımançı aeroplan uçup kelgende Tinch Okean pilotunun kumandanı mundaq ko'rsatdi. 16. günüdeki hareket xalqaro qonunlarga uygun ve Amerika'nın Tinch Okean erken açıp etilgen rayon siyaseti ve bu doğruda bergen vədisi bilen tamamen birdek. Devlet Müdafiə Ministeri James Mattis bilen Asiyaga ziyaret çıkan Asiya Tinch Okean bexatarligi bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatları Devlet Müdafiə Ministerligining yordamchi ministeri Randy Schreiber Jungoliklar bu yerni muvaffaqiyatli holda harbiyleştirdi. Oldingi sapga aylantirdi. Ularning harakati jiddiyleşishga başladı. Biz, yani Amerika muvaffaq cevap qaytarishni sinab ko'ramiz. Jungo shularni qildi bu dengizda, Janubiy dengiz rayonida. Endi navbat Amerikaga keldi. Biz Amerika bu ishlarga, ya'ni Jungoning ishlariga muvaffaq javob berishni sinab ko'ramiz.